Jarqo'rg'on tumanidagi 5-sonli musiqa maktabida tuman ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi bo'linmasining 6-hisobot saylov konferensiyasi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Dilnoza Mamarayeva tanishtiradi. Tashkil etilgan konferensiyada dastlab tuman bo'linmasi rahbarining 2020-yil iyun oyidan 2025-yil may oyigacha bo'lgan davrdagi faoliyati, kelgusidagi ustuvor vazifalar va taftish komissiyasining o'tgan 5 yillik davrdagi hisobotlari yig'ilganlarga o'qib eshittirildi. Shuningdek, kun tartibidagi masalalar yuzasidan tegishli qarorlar ham qabul qilindi. Kasaba uyushmasini saylash va uni 2020-yildan 2025-yilgacha hisobotlari tinglandi. O'sha hisobotlar qoniqarli deb topildi. Biz o'zimiz xohlagan nomzodga ovoz berdik. Mana bugun O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Jarqo'rg'on tuman tashkilotining hisobot saylov konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiya kun tartibida 7 ta masala qo'yilgandi, hamma masalalar ko'rib chiqildi. Kun tartibida yana saylovlar o'tkazildi. Saylov nizom asosida yashirin ovoz yo'li bilan o'tkazildi. Ko'pchilik ovoz bilan Shoyim Yusuf Hamroyevich yana bir bor kasaba uyushma raisi etib saylandi. Ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Konferensiyada tuman kengash raisligiga tavsiya etilgan nomzodlarga yopiq yashirin ovoz berildi. Sanoq komissiyasining xulosalariga ko'ra ko'pchilik ovoz bilan Jarqo'rg'on tuman ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi bo'linmasi raisligiga Shoimov Yusuf Hamroyevich qayta saylandi. Ma'lumot uchun tuman kasaba uyushmasi tizimida 119 ta boshlang'ich tashkilot kasaba uyushmalari mavjud bo'lib, ular o'z saflarida 6592 nafar kasaba uyushma a'zolarini ixtiyoriy ravishda birlashtirgan. Kasaba uyushma a'zolari o'tgan 5 yil mobaynida 1132 nafarga ko'paygan bo'lib, shundan 3523 nafari ayollarni tashkil etadi.